Sizlarga suv kerakmidi? Mana sizlarga X deb 96 ta ovoz yig'ibsizlar. Instagramga vopros qo'ygandik, mana shu vodorod haqida, mana shu vodorod realniy mana shu yerdan vodorod chiqadimi, yo'qmi deb ko'pchilik so'ragan. Ulug'bekka yana bitta narsani aytaman, bitta kommentariyani ko'rdim. Buning ichidan vodorod chiqarsa chiqmaydi deyishyapti. Davay, da. Havo chiqadi deyishyapti. Davay shuni test qilib beraylik, bularga isbotlab beraylik. Mana shu ichidan vodorod chiqishini. Qani hammaga ovoziga qo'yilib, kim xohlaydi? Kim agar xohlovchilik ko'p bo'lsa, shundan chiqayotgan gazni o'sha vodorodni, ya'ni H2 ni yoqib beramiz. Buni havo deyishdi ko'pchilik, puya chiqadi deb aytishdi ko'pchilik. Mana sizlarga mana shu vopros qo'ydik, mana shuni test qilib ko'rsataylikmi, dedik. Mana xudo xolasa dalaga keldik, mana ochiq joy. Sizlarga suv kerakmidi? Mana sizlarga X deb 96 ta ovoz yig'ibsizlar, ko'rsataman sizlarga. Haqiqatan vodoroddan mana shuni olishyapti mana. Mana vodorod chiqyapti. Vodorod chiqyapti mana. Iloji boricha kamerani uzmasdan oling o'g'lim. Unga ham gap so'z chiqmasin. Vodorod ketyapti. Mana vodorod bu yoqqa ketyapti, ko'rasan? Mana Suv chiqib ketadi, vodorod kiradi o'rniga. Vodorod. Lekin baklash qilib ketdi-da. Ko'p qilmagan, takoy ozgina qilgan. Ha, ko'p qilsam yomon portlaydi. Yarmini qilsang ham yomon tushib ketib qoladi suvni. O'zi shikris qilib. Bakın qopqog'ini bekitguncha yarmini chiqib ketadi go'jonim. Effekt ko'rishni xohlashdi-da, konkret aytaman. Men o'zi aslida xohlamagan edim bu narsani. Men bilaman buni haligiligini, lekin sizlar xohladilar. Endi savol tushishi mumkin. Otabek aka, bu mashina portlashi mumkinmi? Yo'q, bolalar, bu mashina turgan holatda portlamaydi. Portlaydigan narsa emas. Bu yerda обратный klapanlargacha qo'yiladi spetsialniy. Yo'q, endi bitta narsani ham tushuntiring. Portlashi uchun vodorod yig'ilib turishi kerak bitta joyda. Vodorod yig'ilib turishi kerak. Bu yerda vodorod yig'ilib turmaydi. Hozir bu yerda baklashga vodorod yig'ib olyapti. Aslida o'sha vodorodni baklashga yig'ilgan vodorodni portlatyapti. Bu yerda vodorod yig'ilib turmaydi mashinada. Ishlagan paytda, yurgan paytda vodorod yig'ilmaydi. Hech qanaqa ishdimi, solinmayapti, ishdimi, bo'lmayapti. Bu yerda montajsiz hozir hammasini ko'rsatishyapti. Lekin kerakmidi shu narsa? Hatto dalada spetsialniy olib chiqdim mana dalaga, texnika bezopasностьga rioya qilgan holatda haqiqatan shu narsa qanaqa ishlashi, qanaqa portlashini hammasini ko'rsatamiz. Qani bitta ko'rsataylik. Mana. Bolalar, bu yerda mana pustoy baklashka mana. Faqat vodorod bor buning ichida, bo'ldi. Bitta vodorod bor buning ichida. Mana, bo'm-bo'sh. Hozir sizlarga ko'rsatadi buni portlashini. Men istamagan edim-da. Prosta hammaga bu narsani isbotlash. To'g'risini aytaman. Kartal detringiz doimo haqiqatda bor narsani olib chiqqan bolalar. Bizlarga yomon, ziyon, foydasi tegmagan narsani hech qachon olib chiqmagan. Kim yoqadi? Chugi yoqadi. Davay, tot yaqin keling. Davay. Ko'rganinglar-da. Bu hali qopqoni ushlayotgan paytida ozgina havosini chiqardi. Sababi agarki buni doskonaly полностью qilganda bu baklashkani yorib yuborardi, konkretni aytaman. O'shaning uchun nima demoqchiman? Bolalar, mana bu vodorodni effekti, konkretnisida ko'rdinglar. Baklashkani Yoni bo'ldi o'sha qolmagan ichida. Baklashgan uchirardi. Mana ko'rishsanglar, mana yana ko'rishsin. Yoni bo'ldi o'sha mana endi. Endi o'sha yonmaydi mana. Mana vodorod o'zi chiqib bo'ldi. O'shaning uchun men aytaman, haqiqatan bu ishlaydigan narsa, kesinglar o'zimiz uстановка qilib beramiz. Texnika bezopasностьga rioya qilgan holatda, xudo xolasa sizga effekt beradi. Lekin bu narsani o'zim ko'rsatmayman dedim, chunki ertaga gap so'z bo'lmasin, negativ ko'paymasin degan maqsadda, lekin kecha ovoz yig'ibsizlar 96%. No, Ulug'bek bugun Otabekka keling, ko'rsataylik shu narsani ham dedi, ilk ko'rsatishda. Ko'rib borasizlar. Ana 05 baklashga qilib beraman, hozir 05 da boshqacha anaqa qiladi. Chunki men 05 da boshqa chiqmoqchi, to'g'rimi? Chunki nimada ko'p qamamadim deman gazni. Da. Chunki hozir portlab juda xunuk ovoz chiqadi. Qo'rqinchli. Hozir endi men
05 baklashkada qilib beraman. Buni ovozi o'zi boshqacha chiqadi. Qo'rqdim men to'g'risi anaqaga ko'p gaz qamashga. 1 litrligiga. Hozir. Suvni ushlab tursiz, mana buni qopqonni yopasiz sirasi. Davay ketdi. Yana Vodorod chiqdi. Vodorod ketyapti mana. To'g'rimi? Ketishi ham zo'r, qarang vodorodda. mashinasi mashinani motoriga boradi. Suvda turibdi o'zi, mana sening qaraman. Suvda turibdi. Ya'ni bu narsa aytaymi? O'sha zaslonkadan o'tgandan keyin именно o'sha benzin yoqadigan joyda любой narsani yonishiga kuchliroq давление beradi va любой narsani yoqib beradi. O'shaning uchun klapanning ichida nagar yig'ilmaydi. Silindrning ichida pulgovoy joyida moylar yig'ilmaydi. Любой narsani yoqib yuboradi mashinasi. O'shaning uchun ham klapan injektor doimo to'xtab bo'lib turadi. Bo'ldi, nima deyman yana? Qisqacha o'sha yana bir bor aytaman, что vodorodning effekti juda kuchli, zo'r. To'g'ri, buni bu 76-yillarda, 75-yillarda olib chiqishgan, qilishgan, lekin o'sha paytda bu to'xtamga berilgan ko'p sabablarga asosan. Ishlashini qarang. Ana detonatsiyani ko'ryapsizmi suvdagi? Agar shu o'zi ishlatsa vodorodda detonatsiya mana shunaqa bo'lmaydi. Spokойно ishlaydi. Hozir chunki 20% qisib qo'yilgan-ku. Detonatsiyasini ko'rasan, qara, detonatsiyasini. Mana detonatsiya beryapti motor, ko'rasan? Hozir vodorodni qo'ygan, mashinaga ulagin, detonatsiya avtomatik yo'qolib ketadi. Mana qarab tur. Уже suv bu yoqqa ketyapti, havo bu yoqqa ketyapti. Hozir sразу yopasan, ozgina qoldi. Hozir. Tayyormisiz? Tayyor. Hozir. Ozgina qoldi. Davay. Bo'ldi, o'chiramiz. Men yerga qo'yaman. Yerga. Sirasi, xo'mi bu yoqqa? Bu yoqqa To'g'ri, hech tomon bo'lyapti. Yomg'ir qoladi. farqi yo'q shamol. Dajga yomg'ir qoladi. Iskrani o'zi Ya yetadi. ko'tesiz, Iskra ya ko'te, yetadi. naоборот qo'yinglar, naоборот, turdi. Kelsan ham joyidan. Ochadi, sразу yoqib qo'rasan. Sirasi, xo'mi? Bu yoq, qo'rqmasdan hech narsa qilmaydi. Men qochib olay, xo'p? Davay. Ko'rganinglar-da. Juda Ito Kuchli. shuncha sekundda isparini bo'lmadi o'zi qanchasi. ko'pchilik anaqasi chiqib bo'ldi. lekin Qulog'i shunda shanglab ham- qoldi. Albatta, texnika безопасностьga rioya qilgan holatda, xudo xolasa endi ko'rdinglar, mana Endi shu sizga baklashkani olamiz, dalil so'mkam. da olib qo'yinglar ertaga. Uni ham musuq ketibsizlar. Bir min. Paftorni yoqamiz. Endi Paftorni yoqamiz. Mana men qo'limni ushlab turaman, mana. Hech narsa qilmaydi, mana. Olov yonyapti, mana. Mana olov. Hech narsa yo'q. Test tamom bo'ldi. To'g'ri tushunasizlar, qabul qilasizlar. Endi nimaligini tushundinglar. Vodorodni yoqib bering, portlatib bering, ko'rsatib bering dedilaring. Mana sizlarga fakt. Mana buni Albatta, nima deyman? Kartal doimo haqiqat va bor narsani olib chiqqan bo'ladi. Aloqadamiz sizlarga zo'r maslahat va zo'r tavsiyalar beradigan Ulug'bek, Azamat va Kartal deb o'zim Otabek. Shu